Spasibo. Bravo. Rahmat barchalaringizga, azizlar, barchalaringizning oyoqlaringizga sog'liq. Mana davramizda eng zo'r o'ynagan o'yinchilar barchalaringizga yana bir bor rahmatlar deymiz. Hamisha sizlarning lablaringizdan tabassum, hamisha bahoriy kayfiyat sizlarni tark etmasin deb qolamiz. Sen ona ko'zisan, baxtning o'zisan, otaning davrada so'zlar so'zisan, boldan ham shirinsan, diling dilliga baxt, sen shunday azizsan, mo'tabar farzand. Azizlar, yana bir bor bugun Mergenjonning bugungi tavallud kunlari, buchal yosh to'ylari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mergenjonga esa chinorning umridek umr, sir mazmun hayot, hamisha ishlarida omad, qo'llarida esa katta daromadlar tilab qolamiz. Azizlar, mana shunday hozir sürprizlar va Turkiya davlatida bugungi quvonchli kunlarini o'zlari Turkiyada bo'lsa ham o'z hissalarini qo'shib turgan, bugungi to'yga qo'shib turgan kelinimizning amakilari, Shahnoza kelinimizning amakilari sürprizlarni tayyorlab kelgan ekan. Hurmat bilan sürprizlarni qabul qilamiz. Marhamat. Azodaxon sürpriz sizlar uchun. Bizlar sürprizlar bilan to'yimizni davom ettiramiz. Marhamat. Azodaxon sürpriz sizlar uchun. Shahnozaning amakilaridan, amaklari nomidan sürprizlar. Azizlar, mana bugungi to'yda o'zlari ishtirok etib bilmagan bo'lsa ham telefonlarda ko'rib quvonch ko'z yoshlari bilan bugun to'ylaringizni Turkiyadagi amakilaringiz mana sürprizlarga bo'lgan ekan. Quvonib bugungi quvonchli kunda siz uchun sürprizlarni qabul qilasiz. Marhamat, sürprizni ham siz uchun Azodaxon sürprizchi singlimiz. Marhamat. Jigarlarimiz, mana jigarimsiz, siz tanamning parchasi, siz akamsiz, siz opamsiz, hammamiz bir taqdir parchasi. Oyog'imga tikon botsa, sizga borar og'rig'i, menga muhim jigarlarimning jon sog'lig'i deb mana jigarlaringizga rahmatlar deb qo'yasiz. Bütün amakilarimga, akamga, opalarimga hammasiga rahmat aytaman. Jonlariniz sog' bo'lsin.
Şu sürpriz vergen ama ağabeyin qarindoshlarga rahmat. Hamça işim olan kelib nasibsa işi biz ham sürpriz hujjatlar qo'yiladi da. Rahmat sağ olun. Men ham bir aytgan Jaytulanni qutlayman, nasibsa to'yda joy bo'lsin. Og'zi birlikda, sog'likda, mutlulukda qatnashib jirak klassdoshligimizda mumkinlik bo'lsin nasibsa. Og'zi birlikda qatnashib Şahnazaning amaklarining atidan ham tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, hammasining jildiga barakat. Спасибо. Rahmat. Mana bugungi to'yda qilgan izzatlari, hurmatlari albatta ularning ham yaxshi kunlarida, to'ylarida qaytsin deb qolamiz. Yana ham shunday Shahnoza Tiring mana shunday sizni bugungi to'yingizni quvonib, beganib Turkiyadagi ammajoningiz, ammangiz ham surprizlar o'zining qo'lidan kelgan sovg'alarini topshiradi. Hayitgul ammangiz nomidan sovg'alarini qabul qilasiz. Marhamat, ammajoningiz ham beganib telefonlarda sizlarni ko'rib kuzatib turibdi. Ko'z yosh quvonchlari bilan mana ammalar nomidan, Hayitgul ammasi nomidan sovg'a salomlar sizlar uchun. Spasiba, rahmat ammajonlari, mana go'zal ammam, boshimning toji, siz jiyanlarning qalbi xiroji, otamning suyukli jigar porasi, ammalari chamanning gul lolalari. Hayitgul ammangizga ham tashakkurlar aytib qo'yasiz. Ammajonimga katta rahmat aytaman. Jonlari sog' bo'lib tezdan bilan qo'sha kelib jirsin, hamsha orzu niyatlari sog'man davlatimizga qaytib ketsin. Amma jiza rahmat sağ olun. Allah'a şükür. Spasiba, go'zal ammalarimiz, rahmat sizlarga. Nasib bo'lsa, bugungi to'yda qilgan izzatlaringiz albatta yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda qaytsinlar deb qolamiz. Rahmat. Mana musofir yurtlarda halol mehnatlarda yurgan yuraklarimizga eng yaqin insonlarimiz sizlar. Rahmat sizlarga. Ishlaringizda omad, qo'llaringizga kattadan katta daromadlar, dasturxonlaringizga fayz va barakotlar tilab qolamiz. Rahmat azizlar, shunday go'zal kayfiyatda to'yimizni davom ettiramiz. Hozir azizlarimiz, hurmatli mehmonlar, bugungi to'y davramiz sovib qolmasligi uchun o'z hissalarini qo'shib turgan shu yerda Ravshan Jezzasi nomidan 50 manat priz davramizda eng yaxshi o'ynayotgan o'yinchilarimiz uchun rahmat Ravshan Jezzasi, rahmat sizga. Bugungi to'yda qo'ygan 50 manatingiz albatta o'zingizning to'yingizda $50 bo'lib qaytsin deymiz. Yana ham shunday Xurshida ammasi nomidan ham qimmatbaho ro'mollar, Gulmira ammasi nomidan ham go'zal ro'mollar prizga tashlandi. Hozir mana davramizda eng go'zal o'ynab turgan, birovdan zo'r o'ynab turgan opalarimizga, akalarimizga ana shu prizlardan ham taqdim etib qolaylik.
shu yerda eng go'zal o'ynab turgan Nilufar degan hamda Azim degan ukamiz bor. Rana Ulug'oy Iron Azizaxon eng go'zal o'ynab turgan juftlik deb qilsam bo'ladi. Mana shularga prizlar topshirib qo'yamiz. Marhamat. Yana jajjigina singillarimiz Roza, Rayhon, Guljon. Kamazdan başlayacağız. Merdan Can'ga super priz. Spasibo, rahmat parchalaringizga. Hali yana ham prizlarimiz juda ham ko'p. Hali mana to'yimiz bundan ham go'zal bo'ladigan umidlardamiz. Endi mana to'y egalari nomidan ham bugungi to'yda ishtirok etayotgan jigarlari, ag'ayin qarindoshlari, onajoni, otajonlariga to'ydan to'yonalarini topshirib qo'yamiz. Hurmat bilan, marhamat shu yerda. Onalar, buvilar, bobojonlar. Qani shu yerda Shahnozaning hamda Rahmatullohning onasi, otalari, Bag'dul aka, Chora aka, bozori bobolari qani to'ydan to'yonalar sizlar uchun. Spasibo, rahmat, spasibo. Ana Shahnozaxon kelinimiz keling. Bugun mana Shahnozaxon kelinimizning jigarlari. Hozir 5 minut qarashinglar. Shahnoza. Yana ham sizning jigarlaringizda. Mana bugun begonib, birov Rossiyada, birov Turkiyada begonishib, biz birinchi surprizlarni topshiraylik deb turgan she'rida Dinoraxon singlingiz Turkiyadagi hamda Oybek ukangiz nomidan qabul qilaman surprizni. Marhamat. Marhamat. Rossiyadan ayiq palvonlar bilan Gulzadaxon surpriz. Gulzadaxon surpriz singlingiz. Bravo.
Мне нашептала Пашка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. Восьмое чудо свет, это море по колен, это легенда дискотека, это луч забвели, это Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдаха. Мне не сумма у меня все знают как. Молодец, hammaga. Qizlar shahnoz bo'lib, to'ylar qutlug' bo'lsin. Bergan yaxshimiz bo'lsin. Hamisha katta bachcha bo'lib, boshqalarning ichida o'ynab, beshlik baholar o'qib, katta bachcha sizlar ham baxtli o'qigan jirgan nasib qilsa. Bu surprizda Dinara xalangdan, Aybek tog'angdan surpriz. Yaxshimiz bo'lsin. Yaxshi kunlargacha. Spasibo. Rahmat. Ana. Endi Merganjonning o'zini ham mana tog'ajoniga hamda xolasiga minnatdorchilik so'zlarini eshitib qolamiz. Rahmat, hammangizga rahmat. Surprizlar uchun rahmat. Rahmat, mana xolasiga ham, Oybek tog'asiga ham rahmatlar deb qolamiz. Mamalarning nomidan ham surprizlar uchun Merganjonning bugungi tavallud kunlari, tug'ilgan kunlar qutlug' muborak bo'lsin. Qo'shma to'ylari qutlug' muborak bo'lsin. Spasibo. Spasibo. Mana uzoqdagi bugungi xolajonlari Oybek tog'asi yaxshi niyatlar bilan shirinlik tortlarni ham yuborgan ekan. Endi Mergan, qani Mergan? Bu yoqqa, men qarshim. Merganjon uchun alohida ota-onasi yaxshi niyatlar bilan Turkiyada senga bugun nasib bo'lsa borsak to'y qilib beramiz deb so'z bergan edimi? Mana eng go'zal to'ylar bo'lyapti bugun. Endi qani? Rahmatulloh.
Keling Shahnoza. Onajoningiz nomidan, hamda dadangiz nomidan endi bugungi to'y uchun mergan sen uchun alohida onangiz, dadangiz nomidan syurprizni qabul qilasiz. Marhamat. Mana sen uchun alohida syurpriz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha mana onalarimiz jonlari sog' bo'lsin. Eng qimmatbaho telefon sen uchun. O'g'irlik ota-onalar nomidan alohida bergan uchun syurpriz. Hali berganning oshna do'stlari, sinfdoshlari mana jo'shib o'ynab turgan oshna do'stlar kelingizlar. Berganning oshna do'stlari kelsin. Sizlar uchun mana shu tort bugun to'y ham sizlarniki. Spasibo, rahmat. Mana oshna do'stlar, nasib qilsa katta bo'lganda ham shunday berganning bundan katta to'ylarda ham ishtirok etasizlar degan umiddamiz. She'rda mana bugun to'yimiz yana zo'r o'tsin deb mergan sening Murod bobom ham meni beganib 50 baland priz qo'yapti davramizda yaxshi o'ynayotganlar uchun. Murod bobosi. Nuranaxonga ham alohida mana prizlari, ota-onasi yaxshi niyatlari bilan to'y qilamiz nasib bo'lsa borsak, o'g'limga, qizimga kattadan katta to'ylar qilamiz deb niyatlangan syurprizlar, sovg'alar Nuranaxon singilimiz siz uchun ham. Qani mana bobolari, mamalari kelingizlar, sizlarni ham mana shirinlik tortlardan totasizlar. Bugungi nabiralaringiz uchun alohida atalgan tortlarni Shari bobo qo'ldan kelgan barcha mehnatlarini ayamay, yaxshi niyatlari bilan yozdik dasturxon, elga to'y berishni ayladik havas. Bizni havas qilib kelgan barcha azizlarimiz bugun bizni quvonchimizga kelib qo'shilsalar. Yashang! Молодец! Faslingizni bahor yozda ko'raylik, hovlingizni o'g'il qizli ko'raylik, astonangizni hamisha qo'shiq sozli ko'raylik, astonangiz gulga to'lsin, jonlarim. To'ylaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Mergan nevarani ko'ngildan bo'lsin. To'yga qatnashtiraylik. Ava. Şanlı işleti mi? Toy bo'lsin, to'ylardan biz bugun. To'ylar qutlu bo'lsin. Sen baxtli bo'lma. Tamam. To'ylarni ham qiydiramiz. Qani, buradan qiydirib jo'namiz fizikalar bilan. Kesin. To'ydan tuyona, bobojonlar, mamajonlar, jigarjonlar uchun oshna do'stlar nomidan sovg'a salomlarini ham qabul qilasizlar. Oshnalarni ortidan harakamizni ayni shunroq ruxsat qilamiz savol. Marhamat.
do'stlarga to'ydan tuyona mana shu yerda Botir oshnasi Murod Ilyas Ravshan oshna To'yli Qilich Qahramon oshnasi Azzam oshna İran oshnaga ham to'ydan tuyona İran Shamrat oshnaga ham ana Shamrat oshnasi Azim oshnasiga so'kkir qonlar qutlu muborak bo'lsin. Спасибо. Rahmat. To'ydan tuyonalar Ey rahmat. To'ylar muborak, tuyona jonim. To'yxona bo'lsin har bir xonadonim. To'ylar bilan birgalikda oshna do'stlar, to'nlar ham muborak bo'lsin, to'nlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Olis hayot yo'llarimda hamrohim, yaxshi yomon kunlarimda guvohim. Dardu alam istamlaridan panohim, chin do'stlaridan ayirmagin Allohim. Oshna do'stlar, rahmat sizlarga bugungi to'yda qilgan izzatlaringiz, hurmatlaringiz uchun hamisha barchalaringizning yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda qatnashingizlar deymizda, to'yimizni shunday go'zal kayfiyatda bomba darajada davom ettiramiz. Endi faqat o'ynab to'yimizni go'zal o'tkazish navbati yetib keldi. Navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Endi barchalaringizni esa raqslarga taklif etib qolamiz. Marhamat. Fatma kim? Fatma. Keng. Fatma ham gaplasharsiz. Qani tez kelinglar, iltimos. Vaqtimiz chokli. Böyle bir şansımıza bile gelimiz kullanın oyunda. Bu toyda var. Bu toyun şöyle Ergen oğlumuzun 12 yaş müçel toyu. Can sağ olsun, yaş uzun olsun. Nasip olsa ulu olarak girip ilimize, yurdumuza gerekli oğlan bolup yetişsin. Dayılarının adından tayargan soğudumuz hoşuna varıpsa dedim. Marhamat tog'alar, xolajonlar nomidan atalgan sovg'a salomlarni qabul qilasizlar. Marhamat to'y egalari. Tog'alar nomidan. Baba momalari ham chiqsin.
Rahmat, spasiba. Qani? Xalalar, tog'alar, rahmat sizlarga. Ya mana bugungi to'yda qilgan izzatlaringiz uchun endi to'yimizni davom ettiramiz. Navbat san'atkorlarimizga endi barchalaringizni san'atkorlarimizning eng go'zal ajoyib qo'shiqlari sadosi ostida sho'x raqslariga, prizlarga taklif etib qolamiz. Murod bobosi nomidan qo'yilgan 50 baland prizlar ham mana sizlar uchun. Marhamat. Yulduzsiz osmonni osmon deymizmi? Qizlarsiz davrani davra deymizmi? Azizaxon singlimiz. Kaşıklara kara yüz, kaşıklara kara yüz,
Başlar, onu verin,
Mana azizlar, mana to'y. Ko'rdingizlar, bugungi kechamiz, bugungi to'yimiz eng zo'r to'ylardan bo'lyapti. Mana esimizdan chiqmaydigan, esda qoladigan, eng bir havas qiladigan to'ylar bo'lyapti. Chunki bugungi to'y qilayotgan insonlarning o'zlari go'zal, qalblari go'zal, mana o'zlari halol mehnatlar bilan bugun qo'shsha to'ylar qilayotgan ekan. Yana bir bor umringizga yor bo'lsin qo'shsha to'y.
Siz yurgan so'qmoqlar gullarga to'lsin, labingizdan arimasin doimo kulgi. Bugungi qo'shma to'ylaringiz qutlug' yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Mergenjon, yana senga ham uzoq umrlar, dunyodagi barcha go'zalliklarni chinorning umridek umr, qo'llaringga hamisha daromadlar tilab qolamiz. Hozir mana shu yerda birdan mana davramizda eng zo'r o'ynagan o'yinchilarimiz, davramizni qiziqtirib turgan o'yinchilarimizga qo'yilgan prizlarimiz bor. Mana shu yerda hozir Jumay Faxriddin armiyasi nomidan ham 50 manat priz qo'yildi. Azim bobosi nomidan qo'yilgan 50 manat priz. Shu yerda hozir mana shu prizlarni davramizda eng yaxshi o'ynagan o'yinchilarimizga, Serdar nevarasiga priz. Shu yerda davramizda eng yaxshi o'ynagan o'yinchi akamiz Bayram akamizga ham priz. Yana ham shu yerda Jahon Farangiz Dildora degan singillarimizga priz, Begjon akamizga, yana ham Eron degan oshnasiga ham 50 manat priz. Marhamat. Spasibo, rahmat. Mana Eron oshnasi 50 manat priz degan edik. Mana shu prizni tiring sizga emas, shifoga bersak bo'lmaydimi? Shu oshna do'stlarga 50 manat opsha kelgan. 50 manat priz eng zo'r o'yin mana shu yerda. To'yimizni boshidan oxirigacha Mergenning oshna do'stlari eng zo'r o'ynab turibdi shu yerda. Davay hamma o'ynab. Rahmat. Mana Mergenjonning oshna do'stlari, nasib bo'lsa mana Mergenning bundan keyingi katta to'ylarida, diplom to'ylarida, kelin to'ylarida bundan ham jo'shib to'ylarni o'tkazasizlar degan umidlardamiz. Hamisha mana bugungi to'y egalariga faslingizni bahor yozni ko'raylik, hovlingizni o'g'il qizni ko'raylik. Bizda bugungi to'yimizga mana Mergenjon hamda yangi uylar uchun elimizning, xalqimizning duosini arqilamiz. Yoshlar kim qoldi yoshlardan? Elimizning duosini bir olaylik, qo'l ko'tarib bir yaxshi niyatlar qilsak, samimiy duolar olsak, keling. Chor zo'r duolarni berasiz. Nabirangiz uchun hamda yangi uylar, yangi joylar, to'yli joylar bo'lsin deb Allohimdan yaxshi niyatlar tilaymiz. Marhamat. Aziz mehmonlar, mo'rayis, rahmat hammalaringizga ko'p rahmat. To'yga qatnashganlarga shu yerda hammalariga tashakkur. Mo'rayis shu to'yda qilgan Alloh kiyur, shahmas qizimiz mo'rayis. Mana to'yga hammasiga rahmat. To'yimizni yakunlaymizmi? Ikki qo'shiqdan so'ng yakun. Yaxshi muzika bo'lsa, hammaga rahmat Choraka. Mana shu Allohga uylar muram to'y bo'lsin, to'yxona bo'lsin, murod masalada yetganlar. Merganbay yuzasha.
Timuran var, Timur'un Şirin. Hamşa Murat mesela oynab ko'rgan. Rahmat, eng go'zal duolaringiz, eng samimiy duolaringiz albatta Allohimning dargohida ijobat bo'lsin deymizda. Bugungi to'yda ishtirok etgan barcha aziz mehmonlarimizga, to'yda xizmat qilgan og'ayin qarindoshlar, do'st yorlar, oshnalar, barcha xizmatkorlarga rahmatlar deb qolamiz va to'yimizni Zakrechitelni Zakazboy ikkita qo'shiq bilan davom ettiramiz. Sizlarga ham rahmat, nasib qilsa Merganning bundan ham katta to'ylarda bizlarga ham xizmat qilish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'lingizlar. Jo'shamiz azizlar, to'yimizda ikki qo'shiq, Zakazboy qo'shiq sizlar uchun.
Azim adamı olmazsa. 90. Dostum bak isterdim bayalıklar. Dostum bak kanımda açlık olup gitken. Dostum bak balıklar dostum bak hazır misafirlikten. Aramızda yüreğimiz yürütürken. Dostum bak kanımda açlık olup gitken. Dostum bak balıklar olup gitken. Dostum bak hazır misafirlikten. Aramızda yüreğimiz yürütürken. Zaten cebde cayını sırtı